Shayxontohur tumani Ibn Sinodan 4 xonali tayyor remontlari bilan kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Bismillah deb xonadonimizga kirarkanmiz, birinchi bo'lib mehmonxonamizni ko'rsatamiz. Remontlariga, dizaynlariga o'zingiz alohida e'tibor berib qo'yasiz. Ikkinchi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Asosiy mebel texnikali qoladi. Bu shkoflar ham buyurtma asosida shu uchun yasatilgan. Uchinchi xonamiz kattagina mehmonxona. 4-xonamiz kattalar yotoqxonasi. Aytib o'tganimdek, bu xonaga ham buyurtma asosida chiroyli qilib mana shkoflar yasatilgan. Umumiy xonadonimizda 4 ta konditsioner bor, 95 kvadrat, 4 xona, 5 xona qilingan. Sanuzul hojatxonamiz alohida, mebel, texnika, gilam, pardalar qoladi. Domofon ham o'rnatib qo'yilgan. Oshxonaga kirarkanmiz, yaxshi gaz plita, mebellar o'rnatilgan. Oyog'ingizni tegi to'pli pol. O'zimizning milliy uslubda tapchallari ham bor. Katta ko'chaga 50 metr mashina qo'yishga joyimiz bor. Maktab, bog'cha, masjid juda ham yaqin atrofda joylashgan. Egalarining raqamini videoni ostiga yozib qo'yganmiz. Arzon kvartira, uchastka yerlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.